Здравствуйте. Я долгое время пыталась похудеть, сама. Держала разные диеты, занималась спортом, но ничего не получалось. Потом я начала наблюдать за Алишером Кабельджоновичем, смотреть его видеоролики, где люди отзываются о нем очень хорошо. Было очень много хороших показательных отзывов, и я решила тоже с ним списаться. Договорилась на такой-то день, приехала. Я сдала полностью, полностью прошла, то, что положено было пройти, прошла анализы все и назначили операцию на второй день. Вот второй день после операции чувствую себя нормально. Думаю, дальше будет еще лучше. Поэтому всем советую. Врачи все классные, медсестры, персонал, то есть все на высшем уровне. Вы не остаетесь сама с собой со своей болью. Они приходят, каждые 5 минут узнают, как ваши дела, что вам нужно. Поэтому всем советую сюда, в эту клинику. Assalomu alaykum. Men ismim Mukarramxon. Men bir necha yildan beri homiladorlikdan keyin vaznim bilan ko'p kurashdim. Semizlik bilan o'zim eplolmaganim uchun shu bariatrik operatsiya qilishga qaror qildim. Alisher Kabuljanovni 2 yildan beri kuzatardim. Shuning uchun ularga kelishga qaror qildim va adashmaganimni his qildim. Mana 3 kun bo'ldi operatsiyadan chiqdim, yaxshiman, ancha Xudoga shukr. Operatsiyalar yaxshi o'tdi. Hammaga rahmat. Alisher Kabuljanovga, boshqa medsestralarga ham hammalariga katta rahmat. O'zim ancha yaxshi his qilyapman. Sizlar bilan endi natijalarni ulashib boraman, Xudo xolasa. Yaxshi natijalarga erishaman degan umiddaman. Assalomu alaykum hamyurtlar. Men semizlik bilan aziyat chekardim. Alisher Kabuljanovga kelib 2 kun bo'ldi, mana operatsiyadan chiqdim. O'zim xotirjam yuribman. Xudo xohlasa hammaniga tavsiya qilaman. Semizlik bilan aziyat chekitganlar Alisher Kabuljanovga uchrashinglarni tavsiya qilaman. Men yaxshi holatda o'tkazdim. Mana 2-kun bugun yaxshi yuribman. Ertaga Xudo xohlasa javob.